Assalomu alaykum Oybeguz kanalining qadrli obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Andijon shahri xondan mehmonlar kelishgan, xudo xolasa. Aka qaysi kanaldan ko'rib keldingiz? Oybeguz kanalidan. Nima bermayapsiz o Baxtiyor aka? Toshmisiz? Boshqa obunachilar ko'rib turibdi. Arzon aytgan bo'lganingiz bilan bularni maqsadi o'sha yoqdan yo'l bosib kelish, arzon olishda maqsadi. Qimmat so'zlardan ham olaverardi. Bozorda ashincha. Keyin yana olib ketaylik, u yoqdan yana odam olib kelaylik. Baxtiyor aka kelishtirib bering. Butun dunyoga ko'rsataveramiz aytib qo'yay. Bering aka. Qorasi, monosi bilan qorasi bo'ladi. Voy Baxtiyor aka, toshliq qilmang, shu yoqdan yo'l bosib kelishibdi. To'g'ri shu yerga keldik biz sizni. Aka buni Qora bilan monosini olamiz. buni o'zini bermadim. 200 frank olib baraka topdim. O Baxtiyor aka. O Baxtiyor aka. O Baxtiyor aka. Ha Oybeguzdan ko'rib kelishibdi. Ha nima derdingiz? Oybeguz sendan kelsa men u qilaman, bu qilaman derdingiz. Oybeguz kanalidan kelsa kelishtirib beraman deysiz-ku. Aka kelishtirib beraman. Gapiring endi. Oling baraka toping. Bular olaman deb turibdi. Bular olmaganda kelib shuni aylanib chiqib ketardi. Mana molni tushunsangiz aka. Aka nima deysiz? Gapiring, to'g'rimi? Baxtiyor aka. Olish niyati bo'lmaganda bularda kelib aylanib chiqib ketardi. Savdolashamiz deganingizda mana 17 dan narx aytardim. Akalar lekin mol ham yomon emas, narx ham yomon emas. Narx jicha kam bo'lib qolyapti. Prosta ikkita mo'min dalolat qilib turib, kelishadigan joyi keldi xolos. Bering Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, bizga ham anaqasi bor. Yo'q, keling. 30 ga bergingiz kelmasa 29 ga bering. Maydalashmadik. O'tib beradigan joyi bor, olib baraka toping. Aka olib baraka toping, narxi yengil. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Oybeguz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari va mana bunday yoshidan paltarishkasidan so'ragan aka-uka, do'st birodarlar. Hafta kuniga 2-oktyabr, haftaning payshanba kuni barchamizga xayrli va barakotli o'tsin. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Toshloq mahallasiga Baxtiyor akamning xonadonlariga xo'p, paltarashga hamda yosh buzaylar kelibdi. Qo'limizdan kelgancha obunachilar sizlar uchun, sizlar tomon bo'lib narxlarni qulayroq qilib berishga harakat qilamiz. Videoni cho'zish niyatimiz yo'q. Qo'ldan kelgancha mollarning narx-navosini tanishtiramiz. Xudo xolisa kimgadir ma'qul kelsa, ekran qarshisidagi nomerlarga hamda Baxtiyor akamga aloqaga chiqarasiz. Assalomu alaykum. Aka, nima gap? Sog'ligingiz joyidami? Yaxshi keldingizmi? Xudo xolasa yaxshimisizlar? obunachilarimni ko'zimni yonida xursand qildingiz. Otangizga rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Foydani qanchaligida emas, barakasida, xudo xolasa, gap aka. Mana ikkita berdim. Bugunga nechta bor? Nechta qoldi? 14 ta qoldi uka. 14 ta bor bugunga inshaalloh. Ikkita sotildi, 14 ta qoldi. Bittadan laykni bossin, hadis aqli. Hali ham obuna bo'lmay kuzatishyapti-da. Obuna bo'lmaganlar telefon qilishadi. Menga kecha video chiqqan ekan, endi bugun kelyapti. Bo'ldi. Xudo xolasa, imkon qadar narxi yengil. Olib baraka topsin. Bugun akamni barakali bo'ldi. Mana xudo xolasa akalar qadam ranjida qilib kelishyapti. Xudo xolasa noumid qaytishmasin. Xudo xolasa, masalan, olish maqsadida kelsa ishlar bitadi. Xudo xolasa. Mollarda aka yemoq-ichmoq nimadan sinovdan o'tdi? Birinchi o'rinda qiziqtiradigan narsa. Somon yedi, Har doim yedi. Somon paxalo, ko'rib turgan bo'lsangiz, lekin shuni yegandan keyin boshqa yemishdan qaytmaydi mollar. Shunaqa, hali eng ozuqani hali aytamiz, eng pastini yegan narsa boshqasini berilsa, u boshqa narsadan qaytmaydi-da, yemishdan qaytmaydi, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Tan sog'lom ekan, hech qayerda bir kasallik, nuqson unaqasi yo'q ekan. Xudo xolasa. Aka, unda mollar chiroylab narxini yoritaylik, qisqa va mazmunli qilaylik. Qayerdan boshlaydi? Yoshidan kattasini ketdik. Qani bismillahirrohmanirrohim. Boshladik aka. O'zbekiston kichkin to'ylarda ham bor-ku. Meni bog' degan variantlardan. Xudo xolasa. Bu safar o'tgan safar kamida kichkina, bu safar qo'shibsiz-a? Aka, bizni har doim qiziqtiradigan narsa narxi va yemoq-ichmoq kafolati erkak kishining labzi qiziqtiradi bizni. O'shanaqa ekan. Xudo xolasa ularga arziydi. Inshaalloh. Haligi bo'lmaydi. Bo'ylarni imkon qadar o'lchab tegal, o'lchab tortishmasin. Videoda har xil ko'rinishi mumkin, akalar shuni hisobiga metrlab qo'yiladi. 1 metr ekan, Bo'ylari 1 metr. 1 metrdan
Deyarli o'shalar bir xil ekan. Mana shu bittadan addini qo'yamiz. Xo'p, mana o'zi bo'lsa 11 milliondan xayri bor. Mana akalar molda yuz tuzilishlari, holatlari har doim aytaman, og'iz burnida hech qanday suyuqlik alomati yo'q. Hammasida ham. Sog'lom mollar, xohlang tepasiga kelib ko'rib oling, xohlang borganda ko'rib oling, doktoringiz bilan behijolat tekshirtirib olishadi. To'g'rimi Baxtiyor aka? Imkon qadar mol borganda bitta mahallada, hamma mahallada doktor bor, veterinar bor. Veterinarni olib chiqib, shuni veterinar bilan ko'rib olsin. Maqsad mavquf bo'ladi. Bittadan gali gap so'z bo'lmaydi. Joningiz sog' bo'lsin. Behijolat. Shundan tekshirtirib olsa, keyin gap so'z chiqmaydi-da. Joningiz sog' bo'lsin. 11 million so'm xayri bor ekan. 11 million so'm kelishtirib beradigan joyi bor. Ha, kelishadigan Akalar, Xudo xolasa, boqma variantdagi mollarimiz ham bor. Videoni oxirigacha ko'ring. 1 metrdan aka o'zi ko'zcham endi 1-2 santim obunachilarga o'tsa o'tibdi-da. Mana bu ikkinchisi. Ikkinchisi, mana shu endi birdan xiyol balandroq, 1-2 shunaqa chiqadi o'zi. Ko'zcham ham aytib turibdi akalar. 1.5 ekan, 1 metrdan olishsa uka. Moli 3'osini bir joyga bo'lsa uka, 11,5 dan ketdi. Aka keng. 44 million 500 ming bo'ladi, 34 million 500 ming bo'ladi uka. Aka bunday narsa, mana 3 tangizni narigini qo'shib olishadi, 11 dan bo'ladi. 1,5 million so'm o'tib berasiz. Bo'laveradimi? Bir joyga oldim deysiz, Samarqandga dastlabkasini. Keyin bitta narsa, bu menga o'tdingiz, obunachilar o'ziga alohida yana o'tib berasiz. Baragasini bersin. Bo'ladimi? Lekin narxi yengil uka, olib barakat. Yo'q, gapni eshiting, obunachilarga o'tib berasizmi? Bizga oldi qochdi mayda-chida gap so'z kerak emas. O'tasizmi? Savdosi uchun gapirilyapti, to'g'rimi? Ha, o'tadigan joyi bor. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar hali ham like bosmay obuna bo'lmayapsiz. Men siz uchun yonib ishlayman. Doim men siz tarafman. Qayerda bo'lsa ham. To'g'rimi aka, nima dedingiz? Joningiz sog' bo'lsin akalar. 1.4 chiqyapti. 1.4. Mana birinchisi. Mana shu narsani korpusiga qiziqdim o'zi. Kelgandayoq molda orqa holati zo'r ekan mana. Mana shu. Mana Orqa holati. ikkinchisi. Meni boshiga varianti mana shu uchu. 1.5 chiqyapti. 1.5. Mana bu uchinchisi. Mollarni misol uchun Deydigan. mana qarangda, mana shu molni o'zida ko'rsataman, mana o'tirib olib qarang. Buni oyog'ini ko'ring. Mana molni oyog'ini ko'ring. Yaqqol realniy farqini ko'rsatib beryapman, ko'ring. Mana. Endi bu nima qiladi deyishlari mumkin. Molni shu joyi ham kerak bo'lsa, vesiga ham ta'siri bor. 100 talik molni o'zi oyog'ini unisini ko'ring, bunisini ko'ring. Videoda ham kelib ko'rsangiz ham farqi o'zi bilan bo'ladi. Imkon qadar tepasiga kelib ko'rib olishsin. Ko'rib olganga yetmaydi. Oldi holatlari, mana yelka holatlari har doim aytaman. Xunojin yelkaga o'xshagan parra emas, mana bo'ynini mana qismi bor-ku. Bunaqa emas, yelkador. Ertaga kilo kelishi ham yomon bo'lmaydi. Endi mana o'sa bularga nisbatan yelkasi kichikroq ekan, lekin yelkasi qilich yelka emas ekan. Sababi ertagalik tuxum o'rnay deb qo'yasizlar, ana shu joyini yoradi ana shu narsa. Oybekjon uchu bir joyga uka. Gapiring mayda-chuda qilmang Baxtiyor aka. Bir joyga 36 million so'm kam bor. 12 million so'mdan. Endi bitta maloni minus qilib beraman. Mana ikkovini olib maloni o'zini ajratishadigan bo'lsa, maloni 200 ming minusi bor ekan. 11 million 800 mi? 11 million 800 ming. Mana ikkovi bir joyga 12 milliondan ketaveradi. Nima buni eshik qisqanmi? Buni eshik qisib qo'ygan ekan. Keyin aka ajratmang, hammasini 11 million 800 dan deng. Nima bo'ladi? Jon narxni yengil qo'ydim. Yengilligi uchun sotayapsiz-da. Unaqa talashmasdan mol tushungan odam shunday molni ko'radi-yu bo'ldi menga Yo'q, chiqarib qarang, deydi. gapni eshiting. Yengil qo'yayotganingiz uchun sotyapsiz. Agar sizga tushuntirilayotgan bo'lsa, Baraka topishsin. baragasini bersin. O'zlariga nimadir yana qo'yib berasiz vodiy bo'ylab. Yana xayri bor ekan. Vodiy bo'ylab qo'yib bermasangiz bo'lmaydi. Endi obunachilar xudo xolasa mollar yomon emas. Mana ko'ring. Shu bir joyga uka. Hop. 1. Birinchisi. Molni faqat sifatiga emas, uzunligiga ham e'tibor berib qo'ying. Hamma molda ham. Molni o'zingiz aqlingiz ishlab turib ko'ring. Amratjon. Shusin men oldim deyapman variant. Ha, Baxtiyor hozir metr qilib o'lchaydi. Kavshlarni qaytarib turibdi. 1.15. Reklama qilingan. Hop. Ucho'si bir joyga bo'lsa uka. Qoldimi bu? Qopdimi Baxtiyor? Ucho'v bir joyga bo'lsa uka. 14 million so'mdan yana xayri bor, kami bor. 14 million so'mdan. Bo'ylari qanchadan chiqyapti?
Biri 14 chiqdimi? Ha, biri 14 chiqdi. Biri 14 dan ekan aka. 14 million so'mdan. Hop. Mana uni o'z ajratadigan bo'lsa, mana unga To'qash piyis turasiz. qilamiz, lekin 3 bir joyga piyis mensi yo'q aka. 14 million so'mdan kelishtirib berasiz. Keyin bir nima o'ting. Hozir sheyda joyida. Qancha 'Nima o'tadi? 100 mingdan 300 ming. 100 ming yarashmaydi Baxtiyor aka sizga. 500 ming o'tib beraman 3 joyga. Yo, 600 mingdan 200 mingdan bo'ladi, yana o'zlarga o'tib berasiz. Oybejon 500 ming вообще zo'rna. 500 ming o'tib beraman. O'zlarga yana o'tib berasiz. Yana o'tadigan joyi bor. Baragasini bersin. Akalar, mol savdo qilgani kelasimi, olasimi bir qator mendan boshqa kanallarda hamda bozorga solishtiring. Bozor iqtisodiyotdan kelib chiqib narxlar qo'yiladi. Sababi hammaning tirikchilik. Foyda qilmas savdogar sotmaydi. U yolg'on yashik gapirib, foyda qilmadim, ziyoniga berdim, u bekorchiga. Foyda qilsa sizga sotadi. Endi hammaning insofiga, birinchi qo'lligiga bog'liq. Salkam 120 ekan aka. Ha, bu qanaqa qarang. 118 chiqyapti. Ko'ring holatni. 17 million qo'ymoqchi edim, kami bor aka. 17 million so'm kelishtirib beradigan joy. Nimaga endi shu yerdan kelib turib, sразу 17 ga chiqib ketdingiz? Bo'y o'sib ketdi. Buni bo'yi o'sib ketdi, buni sorti boshqacharoq. Kalta aytirib bering, bizga arzonroq qilib bering. Vallahi Oybejon 16,5 million so'm dastlabkasimdan. Yana kelishtirib berasiz o'zlar. Yana o'tadigan joyi bor. Baragasini bersin. Endi mana 3 tasini bitta qo'yib berasizmi? Shu bitta. Ha, chachamasdan. Sabab degan joyga o'zi bir joyga olgan odam akalar Hozir bilib aytib beraman ha. 120 oshiq ekan. Hozir bilib aytib beraman ko'chada edim. Lekin yemga tayyorda sabab mas'ullar bor-ku. Shuni olib borib yemga tashab qo'yaveradi. akalar oyoq holatlariga ham alohida tirnog'ini ko'rsating Oybekjon degan aka ukalarga, mana tirnog'ini ham ko'rsatib qo'ydik. Mana og'iz burunlari mana holat. Qani qarang aka. 120 osh chiqyapti, 120 danga olishsin uka. A shunga bitta metr tortingchi, bitta ko'rib qo'yilash o'sha 120 och chiqayotganini. Mana aka. Metr yerga tegib turibdi. 20 ekanda. 120 danga olishsin. Uchovi bir joyga uka. Mana shu bittadan shuni ko'rsatib qo'yinglar. Mayli joyda ko'rinmaydi-da uka. Ko'rsating. Reklama hozir davr talab bo'lib ketdi. Ko'rsating. Reklama qilmasak bo'lmaydi aka. Mana ko'ring. Mollarni yuvoshligi alohida e'tibor berasiz. Suzmaydi, sho'xlik qilmaydi. Molni lekin haqiqatan charchoq holati bor ekan, haqiqatan mol charchoq. Endi yo'l yurib kelgan, kash qaytarishlarni ko'ring. Bular buzov-da. Mana qarang. Mana shunaqa katta buqon yetalasangiz bilasizmi, o'zini ko'tarib uradi. 8 tacha. Shunaqa. Hech narsa. Ha, bo'pti, aytdim. Hammasini Ha, borib cho'jon. aytib qo'ygan emas. Nimadan qayirmasangiz yurmaydi-da. Hammasi borib narxiga taqaladi. Bizga narxi qiziq. Narxi yengil uka. Narxi yengilling. 300 uka 18 milliondan ketdi. 300 bir joyga bo'lsa, mana uni o'zini ajratamiz desa 500 ming pilisi bor ekan. Bir joyga bo'lsa 18. Endi bitta narsada adolatli bo'ling. 500 ming pilis chiqargan 500 ming minus ham chiqarib bera olasizmi? 500 ming minus chiqadigani bor ekan. 250 mingdan 500 ming minus qildi. Buni o'ziga 500 ming bo'lsa, uni ikkalasiga 500 mingmi? Buni o'ziga 500 ming, ikkoviga 250 mingdan. Ikkalasiga 500 mingdan 1 million bo'lsa, unda sal to'g'ri bo'ladi. Tuziga 1 million oldi, bir chekkasidan chiqadi-ya. Qani ancha arzon bersangiz, obunachilar mana shu yerda qarab turishibdi, yana ham ketishaveradi. Oybejon narxi yengil. O'tib berasizmi? Degan narxi yengil o'tadi. Oybekuzdaman desa, mayda-chuyda qilib, hali qilib toshliq qilib turmaysizmi? Baraka qilguncha indamasdan barakadan keyin Oybekuzdan deysin 100 mingdan bonusi bor ekan. Baragasini bersin. Akalar xudo xolasa Oybekuzdan deyishdan chiqmasin. Barakadan keyin shashib qolish. Ezg'ilab o'tkazib olasizlar va 10 millionga olgan taqdirda ham men arzon oldim deb turib Oybekuzdanman deb qo'ysalar yana 100 ming so'm bonusi bor. Xudo xolasa videoroligimizga yakun yasaymiz. Bemalol onlayn hamda offlayn savdolarni amalga oshira olasizlar. Musofir akalarim, ishlaringga Alloh taolo baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.